bo'ladi. Kameraga aytiladigan narsa emas. No, qiziq voqealar bo'lar ekan. O'zimiz suhbatimizda Plyajlarga ham chiqib turamiz. Plyajlarga, keyin shahar markaziga aylangani. Mana shunday har xil xullas zerkarli emas bu yerda hayot. Sport Xiamen universitetida juda ham zo'r rivojlangan. Hammaga assalomu alaykum. Bugun biz Xiamen universitetidamiz. Bugun biz Nodir, bizning studentimiz 7 oy oldin kelganlar, hozir 2-semestrni tugatyaptilar. Mana shu yerda qanaqa o'qish bo'lyapti, qanaqa experience'li aktivitetlar bilan shug'ullanishlarini aytib beradilar. O'zingizni tanishtirib boshlasangiz bo'ladi. Hammaga assalomu alaykum. Men ismim Nodir. Men hozirda Xiamen universitetida biznes yo'nalishida o'qiyman. O'qishga kelsa, o'qishimiz juda ham zo'r, chunki SNGdan o'quvchilar bu yerda juda ham ko'p. Shu taraflama bu yerda unchalik o'qishga moslashib olish qiyin bo'lmadi, chunki yaqin topda yaqin radnoylar bo'ladi-da. Keyin activitiesga kelsa, sport Xiamen universitetida juda ham zo'r rivojlangan. Basketbolni plashatka, futbol, suzish, keyin gym, kardio zonalar hammasi bor. Shug'ullanish uchun hamma imkoniyatlar bor. Shunga ko'pincha ko'p o'quvchilar ham darslardan bo'sh vaqtlarda sport bilan shug'ullanishadi. Go'da futbol, go'da zal, go'da tennis ham bor bu yerda. Shunaqa. Keyin qiziq voqealar kelsa, qiziq voqealar asosan aktivitiyada hozir sal to'xtalib o'tsak, hozir ko'rayotganinglardagi dash orqamizda ham katta nasashi futbolni razmeridagi bo'lgan futbolni zonalari ham bor, stadionlari ham bor. Orqamizda ham kameraning orqasida ham 3 ta 4 ta basketbolni plashatka, mini futbol zonalari va tennisning kortlari ham bor. Hozir o'zlari ham birinchi marta kirib qoldilar. Basketbolni plashatka ichida ham bor ekan. Basseyn oldida o'zlariga bilmagan joylar ham qolib qoldilar, bilmagan joylar ham bo'lgan ekan 7 oyning ichida. O'zlari ham aktivitelardan o'zlab bersangiz bo'ladi. Shu qatlarga borasiz, nimalar bilan shug'ullanishingizni. O'zi siz aktiviteda eng qatnasharkan odamlardansiz, pamoyil. Da. Adversiz bo'ladi. Yaxshi ko'rayotganimiz, o'z sportda ishqiboziman men. Shuning uchun asosan har xil sportlarda shug'ullanamiz bo'sh vaqtlarda. Dam olish kunlari bolalar bilan mashina arendaga olib plyajlarga ham chiqib turamiz. Plyajlarga, keyin shahar markaziga aylangani. Mana shunday har xil xullas zerkarli emas bu yerda hayot. Ko'pchilik aytadi, Xiamen sentrdan uzoq bo'lgani bilan shaharga sentr chiqolmay qolamiz deyshadi. Lekin yo'q, naborot, bu sentrdan sal uzoqroq bo'lganda ham bir tarafdan yaxshi. Chunki atrof tinch, hamma yoq daraxtzor bo'libdi. Keyin mashina haydab sentrga boraman desanglar ham o'ziga xos vibe bor buni ham. Ayniqsa oshna oilalar davrasida. Shunaqa hobbilar, judo bilan shug'ullanasiz. Keyin bu yerda universitet ichida judo seksiyasi ham bor, klubi bor judoni. O'zimizning og'aynilar bilan, o'rtoqlar bilan judo bilan ham shug'ullanamiz bu yerda haftasiga 2 marta. Narxi ham bunday qimmat emas. 30 ringgit atrofi bir oyga. Bu o'zimizning pulda 90 ming so'm bo'lyapti-da. Juda ham zo'r, trener ham zo'r, hammasi yaxshi. Haftasiga 2 marta mashq bo'ladi. Keyin haftasiga 3 marta mashq universitet ichida emas, lekin universitetga yaqin bo'lgan joyda boksga chiqib turamiz. Boksga chiqamiz. Qolgan kunlar shu futbol, suzish yoki shu gym, agar odam xohish bo'lib qolsa. Sal qiyinroq bo'ladi, bayram kunlari. Bayram kunlari ancha qiyin bo'ladi. Rejim buzilib qolyapti ozgina bayram kunlari, chunki darsga borilmaydi. Ertalabgacha uxlanmaydi. Keyin bayram kunlari bo'lgan hisobiga ham zallar yopiq ko'p. O'zimizning universitet ichida ham zal yopiq. Shug'ullanishga sal sharoit bo'lmay qolyapti. O'zi biz ham shu yerga kelganimizda bilan rejimiga anaqa moslashib oldik. Bularda hozir bayram kunlarida sal kechroq uxlashyapti, ertalab obed paytlar polностью uxlashar ekan. Keyin ko'chaga o'sha 4, 5, 6 lardan boshlab chiqib, o'sha yana ertalabgacha bu
futbolni yakun o'tar ekan. O'shaning uchun ham bizning hamma почти syomkalarimiz o'g'il bola yigitlarimiz bilan shunaqa qorong'ida bo'lyapti. No, faqat o'g'il bola bilan emas, no qizlar bilan ham shunaqa rejimga moslashib olgan ekan. Hozir endi bayram kunlarida to'g'ri tushunamiz, darslikda yo mazza qilib dam olib, особенно sal bitta tropический davlat, issiqroq, kechasi yurish vibe boshqacha, mazza qilib yursa bo'ladi. Ya'ni qanaqa bo'lmaydi? Obedda issiq yurib bo'lmaydi. Ya'ni qanaqa qiziq narsalar bo'ldi shu kelganingizdan beri, qanaqa nimalarni ulashib berasiz bizani podpисчикларga qiziq momentlardan aytib bersangiz, o'zingizni hayotingizdan. Endi qiziq narsalarni xos to'g'risi esimga kelmayapti. Qiziq narsalar. Balki suhbatning o'rtasida esga tushib qoladi. Nimadir nimani gapirib berishni ham bilmayapman-da. O'shanisi. Atak bu universitetda qiziq narsalar ko'p bo'ladi. Chunki baribir ko'zimizni Akshaga ham universitet ichida, universitet ichida ham kechasi yurganda ham bolalar bilan har xil qiziq voqealar bo'ladi-da. Bu qaysi birini aytib berishni bilmayman, to'g'risi xayol kelmayapti. Bitta ko'l temasi bo'lib qoladi. Mayli, bo'ladi. Kameraga aytiladigan narsa emas. No, qiziq voqealar bo'lar ekan. O'zimiz suhbatimizda, suhbat davomimizda kamera o'chirilganda juda ham qiziq informatsiyalar berishdi. Juda ham насыщенный hayot bo'ladi. Особенно kameraga aytiladigan narsalar emas. Shu o'zbek yigitlarimizda juda ham qiziq o'tar ekan kunlar. Shu KLga borib kelishadi, Penang orollariga borib kelishadi. Yaqinda Tailandda borib keldinglar, adashmasam. Balida. Balida. Endi yaqin bo'lgan hisobiga shu Tailandga borib kelsa bo'ladi. Biletlar arzon chiqadi Tailandga. $30 borsa bo'ladi Tailandga. Baliga borsa bo'ladi. Bolalar Vyetnamga borib kelishadi, Singapurga borishadi. Mana shu kanikul bo'lganda, kanikul juda ko'p bo'ladi ekan bu yerda. Bemalol putешествие qilish iloji bor. Narxi bo'yicha ham qimmat emas. O'shaning uchun Malayziya yaxshi tanlov. Zo'r, shunaqa gaplar. Yana qanaqadir, может быть, o'zbeklarga qanaqadir maslahat berasiz, shu kelishdan oldin nimalar gapirishsa nima qilish kerak, nimalarni uchitib qilish kerak, narx-navolar qanaqa, bu yerda shuni hamma narsani aytib bersangiz bo'ladi bemalol. Qanaqa siz rasxod qilasiz o'z oyiga. Rasxodingiz qanaqa, keyin может qanaqadir подработканgiz bormi yoki yo'qmi, shu narsani ham aytib bersangiz bo'ladi bemalol. Rasxodim kelsa, to'g'risi men rasxodini hisoblamayman. Lekin plus minus uzog'i $500 chiqib qolsa kerak. Atak Malayziya o'zini qimmat davlat emas. $200 ham yetadi. Bu $200 yetadi deganda qanaqa? $200 qachonki yetadi? Chunki obshagingiz to'langan, keyin ko'chadan ozor qilib o'zingiz ovqat qilmoqchisiz. O'shanda $200 bemalol yetadi. Orada Kuala Lumpurga borib kelib, bola bilan mashina arendovать qilib, plyajlarga borib kelishga ham yetadi shu $200 ichida. Lekin qo'shimcha boshqa narsalar ham qilaman desangiz, o'zingizga qarab rasxod hamma yoqda, не только Malayziyada oshib ketaveradi. Men podработкам kelsa, men o'zi freelansda ishlayman, dizayn interyeri bo'lib. Shuning uchun bunaqacha hisob-kitob qilmayman, necha pul rasxod qilayotganimni. Atak Malayziya meni mening bo'yicha O'zbekistondan ham arzon. Chunki O'zbekistonda bu yoqda qiladigandek activities qilganimizda sal qimmatroq ham chiqardi-da. Malayziya arzonroq. Ko'p tomonlama. Keyin eng qulay joyi Malayziyaning ko'p ovqatlari halol. Juda ko'p ovqatlari halol. Ovqatdan qiynalmaydi odam. Achchiqligini yo'qotgan bo'lsa, keyin bu yoqqa o'tgandan bilish kerak. Bu yoqning ovqatlari juda ham achchiq. Keyin juda ham spetsiyaga boy. Keyin guruch bilan tovuga постоянно mana shu ovqatlar kombosini yeyishga tayyor bo'lish kerak odam. Hamma joyda chicken rice bo'lib yotadi. И просто mana bunaqa bitta blyudasini qarasangiz chicken rice turadi, ikkinchisi ham chicken rice faqat boshqacha tayyorlangan, uchinchisi ham boshqacha tayyorlangan, shunaqa boshqa spetsiya qo'shilgan, shunaqa farqlar turadi. Birinchi marta kelganimizda ham biz juda ham hayron qoldik, to что mana chicken rice bitta odamimiz boshqa, chicken rice zakaz qilgan boshqasi boshqa, lekin почти bir xil ovqat, просто spetsiyalari har xil bo'lib kelgan, и прожаркасы har xil, tam taylanchi har xil go'shtini taylanchi shunaqa bo'ladi. No bu bir tomonidan правильное питание ham desa bo'ladi. Потому что рис углевод чистый, nonlarga qaraganda ris более foydali hisoblanadi. И chicken ham belok, juda ham sportsmenlarga zo'r. Mana ko'ramiz, sportsmen, полный jimlarda yuradi, juda zo'r shunaqa hayot kechirish kerak. Bu yerda не только sportsmen, misol uchun zalga chiqsangiz ham
Men Toshkentda unaqa to'la zalni ko'rmaganman-da. To'la zal yosh baquvvat bolalar bilan. Bu yoqda bitta zalga kirsanglar ham, misol uchun yangi o'quvchilar kelsa bo'ladi. Hamma bolalar baquvvat, keyin zal har doim постоянно to'la bo'ladi. Prям pritik to'la bo'ladi. Qizlar kam, bolalar bilan to'lgan bo'ladi. Xitoylik, har xil millat bolalari. Asosan o'zimizning qozoq, tojik bolalar bo'ladi o'sha baquvvatlarning ichida. O'zbek bolalar. Undan tashqari tunisliklar ham bor. Tuniziyaliklar ham bor. Tuniziyaliklardan ko'plari zalga chiqmaydi. Atak o'zimizdan shu ismli bolalar zalda yaxshi ko'radi. Keyin xitoyliklar yaxshi ko'rishadi zalda. Ular bilan to'lgan bo'ladi. O'zi universitet bolalari yaxshi ko'rishadi mana shu sportivniy aniqlan. Постоянно futbolda ham odam bo'ladi, basketbolda ham, voleybolda ham odam bo'ladi. Men hozir ham 10:30ligiga qaramasdan kimdirlar naryoqda basketbol o'ynayapti, orqamizda futbol bo'lyapti. Bugun o'sha Ramazon oyi boshlandi, xudo qolsa. O'shanga hamma o'sha taravihlarga chiqib, sal kamroq odam ko'chada. Mana shunaqa ham bor, odamlar o'ynashyapti, sport bilan shug'ullanishyapti, naryoqda ham o'ynashyapti. Juda ham aktivniy bolalar juda ham ko'p bitdi. Zerikib qolmaydi deb o'ylayman. Studentlar mazza qilib o'qishadi. Shunaqa qanaqa maslahat berasiz bularga? Kelishdan oldin asosiy maslahatini bilish. Ovqat ochiqligi eng asosiy maslahat. To'g'ri konsalting tanlash. Ha, to'g'ri. Chunki noto'g'ri konsalting tanlab qo'ysa, noto'g'ri umidlar bilan kelib qolish iloji bor-da. Misol uchun, to'g'ri Samanar aka o'zlariga murojaat qilsanglar ham to'g'ri ma'lumot berishadi. Men o'zim Samanar aka bilan ishlamaganman, shunga ham afsuslanganman. Boshqa konsaltingdan chiqib qolganman. Noto'g'ri umidlar bilan kelib qolganmiz bu yerga. Atak o'qishlari yaxshi, просто dezinformatsiya berishgan bizga bu yoki o'tganimizda. Shu taraflamazgina bo'lib qolgan. Sizga bugun rahmat, bunaqa suhbat o'tkazganingizdan. O'tirib Rahmat sizga. rahmat katta.